alaykum obunachilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar Saxni больница Umidjon osh markazining oldidagi 7 qavatli elitniy lifli uyning 4-qavatda 2 xonalik uyni to'liq obzorga yetib keldik. Uyimiz to'liq remont qilingan. Uyimizning proyektini endilikda tushuntirib o'taman. Eshikdan kirish bilan uzungina koridorimizda ham ikkita radiator kattagina qo'yilgan. Oyoqdagi to'liq laminatlangan. Bu yer birinchi xonamiz, mehmonxonamiz, yotoqxonamiz, sanuzli xonalarimiz alohida hamda oshxonamiz. Uyimizni mehmonxonadan kirishni boshlaymiz. Mehmonxonamiz ko'rib turganingizdek, yumshoq mebellar qo'yilgan, stolik ham qo'yilgan. Bu tomon televizor, konditsioner hamda pardalar mavjud. Akvaplast deraza romlari uyimiz dvoqonturni isitish tizimi bilan isitiladi. Uyimiz remont qilingan, barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Bu yer ikkinchi xonamiz, yotoqxonamiz ham yotoqxona mebellar bilan jihozlangan. Yarki aboylar tanlangan, pardalar ham ilingan. Domimizda lift ham mavjud. Bu yer oshxonamiz kengina, kattagina bo'lib, oshxona mebellar bilan jihozlangan, gaz plitasi, vытяжка hamda rakvina barchasi mavjud. Sanuzli xonalarimiz alohida. Yuvinish xonasi tepadan pastgacha kafeltelgan, vanna, rakvina hamda kir yuvish mashinkasi mavjud. Bu yer hojatxonamiz tepadan pastgacha kafeltelgan, unitaz, ariston hamda suv nasosi barchasi mavjud. Orqamizda esa kladovkani siz garderobni yokida jihozlaringizni qo'yish sifatida ishlatishingiz ham mumkin. Endilikda manzilni to'liqroq eslatib o'taman. Buxoro shahar Saxni больница oldidagi Umidjon osh markazining oldidagi 7 qavatli elitniy lifli uyning 4-qavatda 2 xonalik uyni ko'rib o'tdik. Ushbu uyimiz 68 kvadrat metrni tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Agarda sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, tezda quyidagi raqamlarga murojaat qiling.